Alloh taolo Saba surasining 14-oyatida Astag'firullah. Endi qachonki biz Sulaymonga o'limni hukm qilgach, uning o'limiga faqat asoyini yeyotgan yog'och kemiruvchi qurtgina dalolat qildi. Bas qachonki u qulab tushgach, jinlarga aniq bo'ldiki, agar ular g'aybni bilguvchi bo'lganlarida bu xor qilguvchi azobda mehnatda qolmagan bo'lur edilar. Demak, agar jinlar g'aybni bilganlarida bu xor qilguvchi mehnat mashaqqatda ishlashni davom ettirmagan bo'lardilar. Jinlar g'aybni, ya'ni Sulaymon alayhisalomni o'lishini oldindan bilish tugul, hatto ro'paralarda hassasiga suyanib o'tirgan Sulaymon alayhisalomni allaqachon o'lib bo'lganini ham bila olmadi. Tokim Alloh taolo kemiruvchi qurtni dalolat qilmaguncha. Bu holat jinlarni g'aybni bilmasliklarini ochiq-oydin isbotlaydi. Men bu voqeani ushbu ma'ruzamga asos qilib olmoqchiman. Xo'sh, bu jodugarlik rasmlari nima? Mana u rasmlardan biri. Ba'zilar buni dinga taalluqli deb biladi. Kim shu ish bilan shug'ullansa, u jodugardir. Bu yeri biroz yirtilibdi. Hozir sizlar ko'rib turganingiz bu pentagramma va jadval shayton va jinlar olamiga taalluqlidir. Bularning aksariyatini Sulaymon alayhisalomni taxta ostidan topilgan deb da'vo qilguvchilar bor. Aslida ular joduga tegishli kitoblardagi millionlab rasmlarning ba'zilari xolos. Odamlar bunday rasmlardan foydalanadilar va johilliklari sabab undagi yozuvlarni dindan deb hisoblaydi. Mana bunisida oldingisidan ko'ra kattaroq chizilgan va bu qog'ozdagi jodudan mamlakatimizda foydalanilgan. Bu rasm va undagi yozuvlar xuddiki Sulaymon alayhisalomning xonasida yoki oynali qasrda topilgan deb hisoblanadi va bu barchasi shayton va jinlar olamiga tegishlidir. Bu tilsim va jadvallarni har birini o'z vazifasi bo'lib, ularning yordamida jin va shaytonlar odamlarni adashtiradi. Bularni hammasini dindan ekanligiga ishontiradi. Aslida unday narsalarni, ayniqsa mana bu belgini islomga umuman aloqasi yo'q. Bu belgi juda mashhur va o'ylaymanki uni hamma ko'rgan va bu kimning muhri? Mashalloh, hammangiz bir barakaga Sulaymon alayhisalomning muhri dedingiz. Nima sizlar hammangiz meni sobiq kasbdoshlarim bo'lganmisizlar? Demak buni hamma biladi. Mana bu kimning muhri? Bir necha kishigina Davud alayhisalomni dedi. Ular ham bizga kasbdoshga o'xshaydi. Yahudiylarda keng tarqalgan bu muhr Davud alayhisalomga tegishliymişdir. Davud alayhisalom Allohning payg'ambarlaridan biridir. Bu muhrni Davud alayhisalomga taqishadi. Haqiqatan u Davud alayhisalomga tegishlimi yoki bizni shunga ishontirishmoqchimi? Sulaymon va Davud alayhisalom muhrlarni o'ziga xos siri bor deyshadi. Demak, bizni oldingi ishonchimizga ko'ra u muhrlarning siri bo'lgan. Ya'ni kimdaki shu muhrlar bo'lsa, u dunyoga xuddi Sulaymondek egalik qiladi. O'shaning uchun odamlar bu muhrlarni taqib yuradi. Agar sen shu toifadagi xohlagan Mavlono, faqir, halif yoki shayx oldiga borsang, borishing sababini sendan so'ramasdan o'zingga aytib beradi. Uni oldiga hech bir sababsiz borsang, sen bilan gapni qisqa qiladi va amin deb yordamchilarga unga tumor beringlar deydi. U tumorni ochib ko'rsang, ichida basmalani, salovatni va yoki oyatlarni ko'rishing mumkin, lekin baribir u yerdagi muhim narsa mana bunday muhr va shakllardir. Mana Sulaymonning muhri. Nima sababdan ular buni Sulaymonning muhri deb biladi? Negaki jinlar Sulaymonning hassasining yuqori qismiga aynan shu muhrni atayin chizib qo'yishgan va shu narsani Sulaymonning dunyoni boshqarishidagi siri deb atashgan. Odamlar bu belgidan foydalanish bilan birga doimo bu belgi sirga aniqlik kiritishga ishtiyoqmand. Bilib bo'ladimi? Bu birdaniga ish berib qolsa va niyatiga yetsa. Yaxshi, bu muhr Sulaymonga, bunisi esa Davudga tegishli deylik. Unda mana bunisi kimga tegishli deb so'rasam, birortalaringiz javob bera olasizmi? Hech kim bilmaydimi? Chunki bu maxsus mutaxassislarning ishi-ku. Birortangiz bu muhrni kimga tegishliligini ayta oladimi? Yana javob yo'qmi? Bu hatto odamga tegishli muhr emas, u itga tegishli, ya'ni g'ordagi itga tegishli va unda Qur'ondagi buyuk oyatlardan bir boshqacha bir tarzda yozilgan va men uni sizlarga tushuntirib o'tirmayman. Mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, oyatlar yuqorida keltirganimizdek yozilgach va yozgan odam jin va shaytonlarning rizosi uchun shirk amallarini bajarsa, o'sha zahoti uni talabi qondiriladi.
Demak, bu dumaloqqina muhr itga tegishli. Bilmadim, u bu muhrni dumida olib yurganmi? Yana boshqa muhr bor. Uni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Ko'pincha kumush uzuklarda bo'ladi. 3 ga 3 katakda va ichida 1 dan 9 gacha raqamlar mavjud. U raqamlarni eniga, bo'yiga va diagonalga qo'shsang, baribir 15 hosil bo'ladi. Nega endi 15? 15 raqamini o'zi bilan olib yurishning nima keragi bor? Buni siri nimada? Va aynan bu hozir odamlar orasida ommalashib bormoqda. Bular hammasi to'ppa-to'g'ri sehrga borib taqaladi. Qaysiki odam shu narsalar bilan shug'ullanayotganini ko'rsangiz, kim bo'lishligidan qat'iy nazar, imommi, azayimxonmi va yoki rasmiy diniy idora vakilimi va hatto odamlar borib oyog'iga bosh uradigan valimi farqi yo'q. U sehrgarlardan bir sehrgardir. U jodugar va bunga hech qanday shubha yo'q. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar shu ishlar bilan shug'ullansa, bilginki u sehrgar. Boshidan o'tgan tabib. Mana bu tumorlar ana o'shanday muhr va tilsimlardan iborat. Xohlaganingizni oching. Bu amulet va tumorlarni sizga inson shaklidagi shaytonlar beradi. Biz senga ma'lum bir kasallikka qarshi tumor berganimizda, u tumorni ochishni taqiqlaymiz. Va tumorni ochsang kasalligingdan forig' bo'la olmaysan deymiz va sen uni ochishdan qo'rqasan. Va ba'zilarining ichida quruq qog'ozdan boshqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni hech narsa yozilmagan bo'ladi va bu seni chuv tushirishdir. Lekin haqiqatdan ta'sir kuchiga ega tumorlarni odamlar sirasiga kirguvchi shaytonlar tayyorlab beradi. Odamlar toifasidagi shaytonlar bor va bu haqda Qur'oni Karimda Astag'firullah. Shuningdek, har bir payg'ambar uchun insi jindan bo'lgan shaytonlarni dushman qilib qo'ydik. Ular bir-birlarini aldash uchun go'zal yaltiroq so'zlar bilan vasvasa qiladilar. Agar Parvardigoringiz xohlasa, unday qilmagan bo'lar edilar. Bas ularni tuhmat, bo'xtonlari bilan birga tark qiling. Allah u insi jindan bo'lgan shaytonlarni payg'ambarlarga dushman qilib qo'ydi. Odamlar oq va qorani ajrata olmaydi. O'ylaydiki, ular din peshvolari va ular Allohning oldida martabaga ega. Erkaklarga kumush uzuk haloldir, tilla haromdir. Lekin kimnidir uzugida u kumush bo'ladimi va yoki tilla o'shanday raqamlar va tilsimlar bo'lsa, zargarga olib borib boshqatdan quydirsin. Unday uzukni sovg'a qilish va sotish mumkin emas. Hozirda ba'zi kuyovlar tilla uzukka o'shanday bema'nigarchilik larni o'ydirmoqda. Sen kuyov bo'lasanmi, yo'qmi? Tilla erkaklarga taqiqlangandir. Bo'lib hamki, agarda uzukda ana o'shanday tilsimlar bo'lsa, bir so'z bilan aytganda, bularning hammasi iblisga tegishli va islomga umuman aloqasi yo'q narsalar. Agar biz birortasini sehrlamoqchi bo'lsak, sehrimiz ta'sir qilishini xohlasak, mana bunday tilsim va tumorlardan foydalanardik. Bularning hammasi mana bu sariq kitobchada mavjud. Bu kitobcha ana o'shanday tilsim, muhr, jadvallar bilan to'lib toshgan va bu hammasi jinlar olamiga tegishli bo'lib, ularni chilla o'tirganda shaytonlar tomonidan qabul qilinadi va bu haqida biz o'tgan darsimizda gaplashgandik. Bu hammasi qanday qilib dinni sehrga burib yuborish misolidir. Aytaylik, bu mashhur muhr Sulaymonga tegishli. Aslida-chi, bu muhr Sulaymonga tegishlimi? Yo'q, albatta. Bu o'ylab topilgan yolg'on. Sulaymon mulku davlatini bu muhr sababli boshqarmagan. U bunga Allohga qilgan duosi va Alloh uni duosini qabul qilganligi sababli erishgan. Astag'firullah. Darhaqiqat biz Sulaymonni imtihon qildik va uning taxti ustiga bir jonsiz jasadni tashladik. So'ngra u tavba tazarru qilib dedi: Parvardigorim, o'zing meni mag'firat qilgin va menga o'zimdan keyin birontasi uchun muyassar bo'lmaydigan bir mulku davlat hadya etgin. Zero yolg'iz sening o'zingina barcha yaxshiliklarni hadya etguvchisan. Bas biz unga uning amri bilan u istagan tomonga mayin esaveradigan shamolni bo'ysundirdik. Yana barcha baland qasrlarni bino qilguvchi va dengizlarning qa'ridan duru gavharlarni topib chiquvchi g'avvos shaytonlarni, ya'ni jinlarni ham Sulaymonga bo'ysundirib qo'ydik. Boshqa bo'ysunmaydigan jinlarni esa kishanlar bilan bog'langan holda soldik va Sulaymonga dedik: mana shu bizning senga ato etgan narsamizdir. Bas sen ushbu ne'matlardan o'zing xohlagan kishilarga ihson qil yoki qilma, seni bu to'g'risida hisob-kitob qilinmas. Sulaymon buyuk mulku davlatga egaligi va jinlarni bo'ysundirilganligi
Allohga qilgan duosi va Alloh uni duosini qabul qilganligi sababligina erishgan. U chumoliq, qushlar, jinlar va yana boshqalar bilan gaplasha olishligiga muhrni umuman daxli yo'q. Bu hammasi yolg'on. Haqiqat shuki, Sulaymonning hech qanday muhri yo'q va buni isbotlash uchun hozir men sizlarga yana bir boshqa muhrni ko'rsataman. Bilasizlarmi, bu muhrni kimga taqashadi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga. Mana u muhr. Men uni Kamerun poytaxti Yaundada o'sha shaytonlar qatnashgan majlisda ma'ruza qilganimda oldim. Unday muhrlardan ularda bisyor edi. Ular bizdan uzoqda bo'lsa-da, u muhrlarni bizning yurtlarga yetib kelishidan qo'rqdim va haqiqatda u muhrlar tez orada Sudanda paydo bo'ldi. Mana buni menga brigada qo'mondoni berdi. U o'shanday shayxni oldiga borganda, unga munosib muomala qilingan brigada qo'mondoni yuqori darajali inson, alohida o'rin, maxsus taom va albatta maxsus sovg'a. U general menga mana bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muhrini senga sovg'a qilaman. Agar sen uni bir nusxa ko'paytirib taqib olsang, 28 ta dardingga shifo bo'ladi. Asli nusxasi o'zimda qolishligi uchun men senga ertaga ko'paytirib olib kelaman dedi. Faraz qil, 1000 taga ko'paytirding. Menimcha o'shancha kasallikni o'zi bo'lmasa kerak. Demak, ko'paytirasan va o'zing bilan olib yurasan yoki xonadoningda saqlaysan. Qanday shaytonlar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muhrlari emish. Xo'sh, unda nimalar yozilgan? Mayli, hozir vaqtimiz yo'q, keyinroq o'qiymiz. Mana navbatdagisi. Buni menga vazir o'rinbosari berdi. U ham o'shanday tadbirlarning birida qatnashganda unga hadya qilishgan. Endi ikkala muhrni solishtirsak, ikkalasini ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muhri deyshadi. Yozuvi ham bir xil, ammo bittasi uchburchak, ikkinchisi esa tushunarsiz shaklga ega. Ikkalasini ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga taqashadi. Bularning uchinchisi ham bor edi. Ko'ryapsizmi, u odamlar nimalar qilyapti? Bu aldov va fitnadan boshqa narsa emas. Keling, hozir biz masjidda u muhrlarni qay biri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga tegishligiga aniqlik kiritib olamiz. Ularning yana 4-tinchisi ham bor. Demak, hozir biz 4 ta muhrdan biriga ovoz beramiz va u muhr payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muhri bo'lib qoladi. Va sizlar bundan bexabar odamlarni uchratsangiz, biz masjidda mana bu muhrga ovoz berdik va bu muhr bundan buyon payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muhrlari hisoblanadi. Qolganlarning qiymati yo'q deb bemalol ayta olasizlar. Bir so'z bilan aytganda, 4 tasidan birini tanlanglar. Kichkinasini Allohga qasamki, ularni hech qaysi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muhri emas. Odamlar nimalarni o'ylab topmaydilar? Ularni o'ylab topadiganlar ana o'sha odamlar nazdidagi din peshvolari bo'lmish Mavlono, pir ustoz va shayxlardir. Shu dinmi? Yo'q, bu din emas. Yolg'on, odamlarni adashtirish va islomdan yiroq narsalar. Ular payg'ambarlarning dushmani va odamlar orasidagi shaytonlardir. Shulardan birini bilaman. Uni oldiga amirlik bir kishi muammo bilan borganda unga mana bu tumorni beribdi. Mana u. Allohning yaxshiliklari bo'lsin kim u birodarimizgaki o'sha odamga bu ishlarni hammasi shirk ekanligini tushuntirishgan va u odamni o'zi meni uyimga keldi. Aytgancha u jodugar doktor hisoblanadi. Uni ismi Abdulla al-Mahkami bo'lib o'shanday shayxlardan biridir. O'zidan boshqa sig'inishlikka loyiq zot bo'lmagan Allohga qasamki, agar u tumorlarni ochsangiz, ichidan sehrga oid narsalarni topasiz. Biz u shayx, avliyo va mavlonalar turgan tumorlarini ko'pini ochgan. Allohga qasamki, ular sehrgardir. Dinimizda 2 manba mavjuddir: Qur'oni Karim va sunnat. Nima yana biror nima bormi? Yo'q, albatta. Keling ushbularga Qur'oni Karim va sunnat orqali oydinlik kiritsak, Fotiha surasidan to An-Nas surasigacha izlasak, Sulaymonning muhri haqida biror bir ma'lumot topamizmi? Albatta topa olmaymiz. Sunnatdachi biz sudanliklar 4 mazhabni tan olamiz. Mazhablarning esa sanog'i ko'p. Avzoyi mazhabi bor, Tavriy mazhabi bor, lekin biz 4 tasi bilan chegaralanamiz. Ko'raylikchi, bu muhrlarning dinga aloqasi bormi, yo'qmi? Hozir bir nechta masjidlarga borib, ularda mavjud bo'lgan barcha kitoblarni, ya'ni Qur'oni Karim, Sahih al-Buxoriy, Sahih Muslim hadislar to'plamlari va boshqa kitoblarni, shuningdek 4 tala mazhab imomlari kitoblarini shu yerga jamlab to'plasak-da, ko'raylikchi,
aytmoqchi, qaysi birida Sulaymonning muhrini chizinglar yoki shunga o'xshash narsalar bilan shug'ullaninglar deyilgan ekan. Allohga qasamki, u diniy kitoblarda sehr bilan shug'ullanganlarni kofir deyilgan. Sehrga chorlovchi, uni islomdan deb tanishtiruvchi kitoblar Misr va boshqa mamlakatlarda xufiyona chop etilgan. Bu odamlarni chalg'itish va aldashdan boshqa narsa emas. Allohga qasamki, u narsalar islomdan emas. Islom dini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'oni Karim va sunnatdan iboratdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu ishlar bilan shug'ullanmagan va Alloh nozil qilgan barcha narsalarni ummatga yetkazishgan. Balki biror narsani yetkazmagandir degan o'y xayolingizga ham kelmasin. Oysha onamiz aytganlardek, agar Muhammad sallallohu alayhi va sallam dindan biror narsani yashirganda mana bu oyatni yashirgan bo'lar edi deyishgan. Astag'firullah. Ey Muhammad, eslang, siz Alloh islomga hidoyat qilish bilan in'om marhamat qilgan va siz qullikdan ozod qilib o'zingizga o'g'il qilib olish bilan in'om qilgan kishiga, ya'ni Zayd bin Horisaga juftingni o'z huzuringda ushlagin, ya'ni taloq qilishga shoshmagin, Allohdan qo'rqin deb Alloh oshkor qilguvchi bo'lgan narsani ichingizga yashirgan edingiz va Allohdan qo'rqishingiz haqroq bo'lgani holda siz odamlardan, ya'ni ularning ta'na qilishlaridan qo'rqqan edingiz. Bas qachonki Zayd undan, ya'ni Zaynabdan hojatini ado qilgach, ya'ni uni taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Toki mu'minlarga asrandi bolalari o'z xotinlaridan hojatlarini ado qilishgach, ya'ni ularni taloq qilishgach, ularning xotinlarga uylanishlarida tanglik bo'lmasligi uchun shunday qildik va Allohning amri irodasi qilinguchi bo'ldi. Yo'q, Muhammad sallallohu alayhi va sallam dindan hech narsani yashirgan yo'q. Faraz qilaylik, bu muhrlar dindan va bu muhrlarni chizadigan avliyo, shayx, domilla va azayimxonlardan bu dindanmi deb so'rasak, ha dindan deydi. Bu sen chizgan muhr kimni muhri desak, Sulaymonning muhri dedi. Sen Sulaymonning ummatimisanki, uni shariatiga ergashasan degan savolga nima deb javob berar ekan? Agar u ha deb javob bersa, dindan chiqadi. Hatto biror bir kishi men musulmon bo'lganim holda boshqa payg'ambarlarni ham shariatiga amal qilaman desa-da kofir bo'ladi. Biz Sulaymon va boshqa payg'ambarlarni Allohning payg'ambari ekanligiga ishonib tasdiqlashimiz shart. Bu islom ustunlaridan biri. Biroq biz boshqa payg'ambarlarning shariatiga ergashishlikdan qaytarilganmiz. O'zidan boshqa sig'inilishlikka loyiq zot bo'lmagan Alloh shunday dedi. Astag'firullah. Ular o'tib ketgan kishilardir. Ularning qilgan amallari o'zlari uchun, sizlarning qilgan amallaringiz o'zlaringiz uchundir va sizlar ular qilgan amallar uchun mas'ul bo'lmaysiz. Barcha payg'ambarlarning e'tiqodi bir, ya'ni yakka xudolik, lekin shariatlari boshqa. Sen Sulaymon alayhisalomdek ibodat qilmaysan, uningdek roza tutmaysan, chunki Alloh bizga boshqa shariat bergan. Bu faqat bizgagina emas, hatto payg'ambarlarga ham taalluqlidir. Sababi agar ular farazan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning davrida tirik bo'lganlarida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shariatlariga ergashishga majbur edilar. Bunga dalil hammamiz biladigan voqea. Umar ibn Hattob qo'llarida ahli kitoblarga tegishli bo'lgan bir parcha qog'ozni olib kelib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ko'rsatib, yaxshi narsalar yozilgan ekan deganida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning g'azablari kelib, Allohga qasamki, agarda Musa tirik bo'lganida menga ergashishga majbur edi dedilar. Shunday ekan, boshqalar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Hatto u muhrlar o'sha payg'ambarlarga tegishli bo'lsa-da, u ishlarni qilmasligimiz kerak. Bu jodigorlarning yolg'on va aldovlari isbotlab ko'rsatilib berilgan bo'lsa-da, biz hamon tumorlar va muhrlar bilan shug'ullanib yuribmiz. Inshaalloh yanagi darsimizda o'shanday tumor va qog'ozlar haqida gaplashamiz. Hozir esa chilla o'tirish haqidagi mavzuyimizni davom ettiramiz. Demak, u yerda qo'rqinch bo'ladi va ba'zi narsalar haqida men hali gapirganim yo'q. Qaysi tariqat deb so'rayapsizmi? Meni tariqatim Tejani tariqati bo'lgan va men 4 ta qutubdan biri edim. Bu qutublarning hammasi adashgan imomlardir. Har bir tariqatni 4 tadan qutbi bor. Samaniyalarning 4 ta qutbi bor, Marganiyalarning 4 ta qutbi bor va hokazo. Va men tushunmayman o'zi.
Dunyoni to'rtta qutbi bo'lsa, har bir millatning o'z tariqati bo'lsa, jami tariqatlar 30 dan ortiq bo'lsa va har bir tariqat o'zlarining qutblarini dunyoni boshqaradi deb da'vo qilsa. Xullas tagi puch tushunarsiz narsa. Qurbaqaga kelganda to'xtagandik va u qurbaqa meni yeyishlikka tayyorlanyapti. Qurbaqani kataligi 24 kishi sig'adigan mikroavtobusdek keladi va sen uni ko'rib, eshitib va harakatlarini kuzatib turasan. Bir so'z bilan aytganda, agar sen dastlabki qo'rquvni yengib o'tsang, u yog'iga osonroq bo'ladi. Qo'rquvni yengib chidasang, oldinga bo'ynidan pasti baliq yoki ot suratida, bo'ynidan yuqorisi esa go'zal ayol suratidagi maxluq keladi. Keyin u senga ko'zingni yum dedi. Men ko'zimni yumdim. Ko'zingni och deganda ko'zimni ochdim. U menga osmonni ko'rsatib, osmonda alif bo harflarini ko'ryapsanmi dedi. Men osmonda alif bodan boshlab yagacha bo'lgan harflarni ko'rdim. Ularni qog'ozga tushir, keyinroq kerak bo'ladi dedi. Keyin esa osmonni ko'rsatib, bu lavhul mahfuzni bir burchagidir. Endi sen lavhul mahfuzni bemalol o'qishing orqali ladunni ilmini egallashing mumkin dedi. Biz shayxlardan dars olganimizda makashifa ilmi haqida gapirilgan. Ya'ni ilmni to'g'ridan to'g'ri Allohdan olish makashifa deyiladi. Demak, sen uchun to'siqlar ko'tarilgan lavhul mahfuzni o'qiysan va Alloh bilan gaplasha olasan. Bu hammasi ularning she'rlarida aytilganidek yashirin ilmdir. Musa Xizr bilan sabr toqat qila olmadi. Omi Tolib haqida gapirmasa ham bo'lar. Kim haqiqiy bilim sirini birovga ochsa, mol mulkidan ajrashi va qon to'kilishiga sababchidir. Odam ato yegan mevani sen yerda yeb, ko'ngli chog' vali bo'lishing mumkin. O'zingni to'liq shayxingga topshir va uni quliga aylan va shayxingdan sherdan qo'rqqanday qo'rq. Ko'ryapsizmi, u sufiylar ommani Allohning quli bo'lishlikka va undangina qo'rqishlikka emas, balki shayxlarga qul bo'lib, undan xuddi sherdan qo'rqqanday qo'rqishlikka o'z qo'shiqlarida aytishyapti. Ular bu qo'shiqlarini to'planishib, davra qurib, jazava holda raqsga tushib kuylaydilar va bu ularning ilohiy ilhomlaridir. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, ko'zimni bir necha bor yumib ochgach, u menga mana bu kichkina muhrni ko'rsatib, buni chizgin dedi. Mana bu 3 ga 3 katakli, uni eniga, bo'yiga va diagonaliga hisoblasang baribir 15 hosil bo'ladi. U menga tillo yuzasiga chiz dedi. Men unga menda tillo yo'q dedim. U kumushga, alyuminga va yana zanglamaydigan moddalarni aytdi. Men esa unga ularni hech qaysi biri menda yo'q dedim. Keyin menga o'rningdan tur, Ardeybaga bor va u yerda eski daraxt tagidagi suyaklar ichidan kurak suyagini olib o'shanga chizgin dedi. U suyak orqa tomonda yelkadan pastida joylashgan suyak. Men unga Ardeyba uzoq, piyoda bora olmayman dedim. U menga sen hali bilmaysanmi dedi. Men unga nimani bilishim kerak dedim. Shunda u menga endi sen qadam egasisan, ya'ni bir qadam bossang Ardeybaga yetib borasan dedi. U Ardeyba esa biz turgan yerdan kamida 44 kilometr uzoqlik dedi. U menga o'rningdan tur, avval chap oyog'ingni ko'tarib qadam bos va o'ng oyog'ingni chap oyog'ingni yoniga qo'y dedi. Men shunday qildim va o'zimni Ardeybada ko'rdim. Nihoyatda bir qadam va bu hammasi qorong'u tunda bo'lgan edi. Birodarimiz o'ngingdami deb so'rayapti. Albatta o'ngimda, tushimda emas. Bir qadam 40 kilometr, yana bir qadam 80 kilometr. Bir daqiqada 10 qadam tashlab Saudiyaga yetib borish mumkin. Ba'zilar aytadi-ku, men namozni Makkada o'qilaman deb. Subhanalloh, ular payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tarixlarini unutishdimi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga 13 kun davomida qiynalib yetib borgan. Odamlarga nima bo'lgan o'zi? Nima deb aljirashyapti? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'shanday qadamga muhtoj edi-ku, ya'ni Alloh tomonidan darhol o'shanday xislatli qadam egasi bo'lishliklari lozim edi, lekin unday bo'lmadi-ku. Biroq qarangki, u sehrgar yolg'onchi itlar nimani o'ylab topadi? 1-2 qadam va sen Makkadasan. Qasam ichib aytamanki, u Makkaga borgani yo'q. Ha, u bo'lishi mumkin boshqa yerda, masalan, Kaduglida bo'lishi mumkin.
Duayinida bo'lishi mumkin, Julingida bo'lishi mumkin, lekin hech ham Makkada emas. Negaki ular kofir jinlar toifasidan, Makkani esa musulmon jinlar qo'riqlaydi. Ular esa kofir jinlarning Makkaga kirishligiga yo'l qo'ymaydi. Xuddiki hozirgi kunda kofir va mushriklar Makkaga kiritilmaganidek. Ular boshqa shahar va qishloqlarga bir zumda borishi mumkin, lekin hech qachon Makkaga kira olmaydi. Bir so'z bilan aytganda, u odamlarni qadam egasi deyiladi va bu ularga karomat hisoblanadi. Bu meni birinchi karomatim edi. Odamlar bu aql bovar qilmas karomatga ishonishardi. Hozirgina yoningda turgandim. Biroz o'tib boshqa shaharga telefon qilsang, u yerdagilar Shayx Hamid biz bilan birgalar deb tasdiqlaydi. Senga bu hammasi ajabtovur tuyuladi, chunki Shayx Hamid uchishni biladigan validir. Bir birodarimiz butun tana bilan yuriladimi yoki faqat ruhmi deb so'rayapti. Albatta butun boshli tana bilanda Allohning yaxshiliklari bo'lsin senga birodar. Ba'zilar bu faqat shayxning ruhi deb ta'kidlaydi va odamlarning boshini aylantiradi. Bu faqat shayxning ruhi vujudi emas degan adashgan aqidaga ishongan odamday. Lekin Alloh uni hidoyatga boshlagandan so'ng boshidan o'tganlarni gapirib berdi. Allohga qasamki, u o'zining boshidan o'tganlarni gapirib berdi. Ya'ni uni xotini shayxi bilan ko'zini oldida yaqinlik qilganligini, u shayx keladi va uni ko'zi o'ngida xotini bilan yaqinlik qiladi. Sababi shayxning barakotidan keyingi avlodlari solih kishilar bo'lib tug'ilishligi uchun. Chunki shayxi ularni shunga ishontirgan. Bu faqat meni ruhim, tanam emas dedi. Hozirgi kunda Sudanning g'arbidagi Kobam degan joyi shu kabi narsalar bilan tanilgan. Hozir u yerda bir shayx bor va uni o'g'li bor va ikkalasi ana o'shanday ish bilan shug'ullanib kelyapti. U shayx ularning suyukli yo'lboshchisi. Farazan sen u yerda Allohni va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni so'kishing mumkin, faqat ularni shayxini emas. Allohga qasamki, aynan u o'g'li bilan shu ishlar bilan shug'ullanib kelmoqda. U har bir nikoh to'yida qatnashadi. Birinchi kechada kelin-kuyov birga tunni o'tkazadi. Ikkinchi kechada esa shayxning o'g'li kelin bilan tunni o'tkazadi. Ko'ryapsizmi nimalar qilyapti ular? 20 yoshli bolani faqat yangi kelinchaklar bilan zinokorlik qiziqtiradi. Sunnatga asosan uylangan kuyov birinchi kechani o'tkazsa, ikkinchi kechada esa marhamat qilib meni o'g'limga bering kelinchakni. Tokim tug'iladigan farzandlari kelajakda solih kishilar bo'lib yetishsin. Ajablanarlisi, odamlar ikkilanmay ishonadi. Ularning oldida Allohni va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haqoratlasang, senga hech kim tegmasligi mumkin, lekin agar shayxini haqoratlab ko'rchi, seni majruh qilishlari aniq, agar urib o'ldirib qo'ymasa. Ular ana shunday ahmoqgarchiliklar bilan shug'ullanib kelyapti. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, meni birinchi karomatim qadam egasi bo'lishlik edi. Qorong'u tunda men u muhrni suyakka chizib ko'mib tashladim va hanuzgacha u joyni qayerdaligini yaxshi eslayman va u joy bu yerdan 7000 kilometr uzoqlikda. U hali ham o'sha yer ostida, buni faqat men bilaman, boshqa hech kim bilmaydi. U muhr shayton bilan meni oramdagi sirli belgi bo'lib, agar men u shaytonni chaqirmoqchi bo'lsam, jimjilog'imni bukishim lozim edi. Mana bu jimjiloq, bunisi nomsiz, bunisi o'rtancha, bu esa ko'rsatkich va bu bosh barmoq. Jimjilog'imni mana bunday buklayman va sen yonimda qarab turib ham hech narsani tushunmaysan. U kelgach assalomu alaykum deyman hamda uni ismini, uni boshlig'ining ismini va yana ikkita boshqasining ismlarini aytaman. Men bilan ishlagan shaytonning ismi Saksaxobi edi va boshqa 3 tasining ismini sizlarga aytmayman. Sababi birortalaring ularning ismini bilib bilmay ishlatishingizni xohlamayman. Shundan so'ng men undan menga kerak narsani bajarishini so'rayman. U menga ana u kitobchani ol, falon varaqdagi muhrni top, keyin Qur'onni olib ma'lum surani yoki oyatni topgunda unday qil, bunday qil deydi va men uni talabini bajaraman. Hammasi shunday bo'ladi. Tushunarlar? Mavzuga qaytsak, men ketmoqchi bo'lganimda u menga sen sinovni birinchidan o'tding, lekin seni oldingda ikkinchi sinov turibdi va sen ulardan birini hoziroq bajarishing kerak, chunki biz seni haqiqatdan ham biz bilanligingga ishonch hosil qilishimiz kerak. Ikkinchisini keyinroq vaqti kelganda bajarasan dedi. Aslida unday sinovlar juda ko'p. Men sizlarga qisqaroq qilib tanishtiryapman. Ularni ba'zilari dinga taalluqli, masalan, islom dinini so'kishing, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haqoratlashing, aynan haqoratlashing kerak bo'ladi.
boshqa payg'ambarlarni, farishtalarni va albatta Allohni haqoratlashing talab qilinadi. Yo sen ularni aytganini qilasan yoki boshqa talab qo'yishligini so'raysan. So'ngra talablardan birini tanlab o'sha joyda bajarasan, chunki talablar har xil bo'ladi, yengilroq, osonroq yoki qiyinroq. Ba'zi odamlar boshqa yo'li bo'lmasa, joduni jodi bilan davolash mumkin deb o'ylaydi. yoki sehrni sehr bilan daf qilishga ruxsat bergan ulamolar ham bor. U olim va ulamolar bunday narsalarni tom ma'nosini tushunmaydi. Sehrni sehr bilan qaytarish mumkin emas. Savol tug'iladi, nega sehrni sehr bilan davolash mumkin emas? Sehr qaysi sehr bilan qay tarzda daf qilinadi? Chunki sehrni sehr bilan daf qilish uchun kohin birinchi navbatda Allohga shirk keltiradi va shayton hamda jinlarga qurbonlik so'yadi. Ana o'shandan keyingina sehr boshqa sehr bilan ketkaziladi. Sen qanday qilib kasallikni davolash uchun odamni Allohga shirk keltirishga chaqirishing mumkin? Dunyo va oxirating kuyib ketadi-ku. Boshqacha qilib aytganda, yo sen shirk qilib shifo topasan, evaziga jahannamga tushasan yoki dardga sabr qilib jannatga erishasan. Sen bu dunyoda kasallikka chidashing mumkin, lekin do'zax azobiga chiday olmaysan. Alloh barcha boshqa gunohlarni kechirishi mumkin, lekin shirkni kechirmaydi. Yaxshi, mavzuga qaytadigan bo'lsak, masalan, u menga Allohni so'kishga rozimisan deydi. Men ha deyman. Payg'ambarlarni haqoratlaysan, rozimisan deydi. Men roziman deyman. Dinni tahqirlaysan, rozimisan deydi. Men roziman deyman. Sen hech qachon yo'q deyishing mumkin emas. Agar yo'q desang, e'tiroz bildirgan bo'lasan va sendan voz kechiladi. Hozir bu yerda o'tirganlar, sen bilmaysanmi unday gaplarni aytish mumkin emasligini deb meni malomat qilmasliklari uchun eslatib qo'yaman. Avval aytilganidek, bu hammasi oldindan seni miyangga quyilgan tarbiya. E'tiroz bildirsang sendan voz kechiladi sababidandir. Hozirgi seni ishing faqat bajarish. Nega degan savollaringga keyinroq javob olasan. Haqiqatda keyinroq nega bu ishlarni qilishim kerakligini tushunib yetsam kerak deb o'ylaysan. Ular seni shunga ishontiradi va sen u talablarni jimgina bajarasan. Agar sen darrov e'tiroz bildirsang, ular seni o'zlari to'qib olgan dalillari bilan ko'mib tashlaydi. Uni menga qo'ygan boshqa talabi ro'zaga tegishli bo'lib, ro'za tutmaysan dedi va men rozi bo'ldim. Negaki u menga tushuntirdiki, endi seni ro'za tutmasligingda nima ma'ni bor? Endi senga ro'za farz emas-ku. Sababi endi sen shariat qobig'idan chiqding. Agar ro'za tutsang, qo'shimcha ajr olasan. Agar ro'za tutmasang ham seni Alloh malomatlamaydi. Men bu talabni darrov qabul qildim va 17 yil davomida biror kun ro'za tutmadim. Odamlarga o'zimni ro'za tutgan qilib ko'rsatardim. Ayniqsa Ramazon oyida dasturxonlar har xil shirinlik va ichimliklar bilan to'la va men o'sha o'lkani shayxi, to'rt qutbdan biri, ya'ni dunyoni to'rtdan bir qismini boshqarib turuvchi qutb egasi viqor bilan uydan chiqib kelardim. Oldimga uzoq yerlardan kelgan savatda to'la noz-ne'matlar qo'yiladi. O'sha savatdagi ne'matlarga barakot o'tishligi uchun men undagi xurmoni bir tishlab qayta solib qo'yaman va u savatni kelgan joyga shoshilib olib ketishadi. Hatto xufton vaqti kirsa ham savat yetib bormaguncha odamlar og'izlarini ochmay kutib o'tiradi. Men esa hatto ro'za tutganim yo'q. Odamlar uzoq vaqt kutib o'tiribdi. Men esa hatto ro'za tutganim yo'q. Odamlar uzoq vaqt kutib o'tiribdi. Men esa pinhona tushlik qilganman va o'zimni ro'zadordek ko'rsatyapman. Ana ko'ringlar u shayxlarning barakotini. To men ro'zamni ochmagunimcha atrofimdagi birortasi ro'zasini ochishga jur'at qila olmasdi. Chunki bu yomon axloq hisoblanardi. Shayx dunyo va oxirat bilimdoni, sen kimsanki undan oldin og'zingni ochsan? Talablarni ba'zilari namozga tegishli edi. U senga juma namozini o'qima, jamoatga imom bo'lma, masjidda namoz o'qima, birinchi qatorda namoz o'qima. Agar namoz o'qisang, tahoratsiz o'qi deydi. Allohga qasamki, rost so'zlayapman. Ularni aksariyati tahoratsiz namoz o'qiydi. Misol uchun hojatga kirganida ustki boshiga najas tekkizadi yo kiyimiga siyadi va umuman avratini yuvmaydi. Ular senga o'zini tahorat olayotgandek qilib ko'rsatadi. Shu sababli oyoq va qo'llarni, tirnoqlarini yuvadi. Yo'q, u hech qachon tahorat qilmaydi. Faqat senga xuddi u o'zini ichkarida tahorat olgandek ko'rsatadi. Sababi sen boshqalarga shayxni orqasidan gapirib yurmaginki, shayx tahoratsiz namoz o'qidi deb. Siz ularni masjidga imom bo'lganini ko'rganmisiz? Juma namoziga imom bo'lganini-chi?
yoki 5 vaqt namozga imom bo'lganini-chi, u senga asr namozini o'qima deydi. Agar sendan asr namozini o'qiymizmi deb so'rasa, men Makkada o'qib keldim degan deydi. Bir paytlar men Kamerun poytaxti Yaounde safaridan jipda qaytayotganimizda mashinamiz notanish yerda buzilib qoldi. Biz charchagan, ochqagan, ayniqsa suvsagan edik. Shu sababli haydovchini mashina oldida qoldirib, o'zimiz taom izlab aholi yashaydigan tomonga yurdik. U yerga yaqinlashganimizda bildikki, biz mashhur bir yerga kelib qolganimizni, u yerda mashhur bir shayx yashardi. Biz odamlardan bu o'sha shayxmi deb so'radik. Ular ha deb javob berishdi. Biz ularga musofirligimizni, suvsaganligimizni va yana ochqaganimizni, agar bizga taom bersalar haqqini to'lashligimizni aytdik. Ular bizga taom uchun haq olmasligini aytishdi. Biz yaxshi avval bizga suv beringlar dedik. Lekin u bag'radagilar ovqatdan oldin choy ichishadi. U qanaqa ovqat choy bo'lmasa. Xullas biz yedik, ichdik va asr namoziga azon chaqirildi. Shunda biz ularga aytdik, biz musofirlarimiz. Shu sababli namozlarimizni qasr qilib va qo'shib o'qiymiz dedik va zuhr va asr namozlarini qisqartirib jamlab o'qidik va choy ichishga o'tirdik. Biz bilan turli odamlar o'tirardi, hurmatli, ziyoli, ba'zilarda galstuk, ba'zilarda salla bor edi. Shu payt kimdir o'rnidan turdi-da, hovlida turgan Land Cruiser'ni o'tatdi va mashinadan tushib joyiga kelib o'tirdi. Mashina esa o'tadiganligicha qoldi. Keyin o'sha shayx o'rnidan turdi-da, mashinaga chiqib o'tirdi. Men o'ylab qoldim, asrga azon aytilgan bo'lsa, shayx jamoat bilan namoz o'qimaydimi yo u masjiddaligini esdan chiqardimi? Men o'ylay boshladim, mashina o'tagan holda shayx unda o'tiribdi. Balkim uni biror bir masalada shayxdan maslahat olgani uzoqdan kelgan mehmonlari bordir, Saudiyadanmi va boshqa yerdan. Va ular xohlamaydiki, boshqalar ularga xalaqit berishligini. Shuning uchun mashinadan tushmay o'tirishibdi. Oxir oqibat odamlar namozga turdi va oralaridan bir kishi imom bo'lib namozni o'qib tugatdi. Va men mashinadagi shayxga ahamiyat berib turardim. Hanuz mashina joyida turibdi va biroz o'tgach mashina eshigini ochib shayx tushib keldi va odamlarning aksari unga qarab yurdi va oyoq qo'llarini o'pa turib Allohga hamd bo'lsin, shayximiz sog' salomat deya boshladi. Bu hammasi meni hushyor tortishimga sabab bo'ldi. Men yonimdagi odamdan nimaga sizlar Allohga hamd bo'lsin, shayximiz sog' salomat deyapsizlar deb so'radim. Shayximiz qaytdi dedi. Qayerdan qaytdi desam, shayx Makkada asr namozini o'qib qaytdi dedi. Shayx Makkada namoz o'qib qaytdimi? Ha, mana gap qayerda? Bu bizning eski ishlarimizdan-ku deb o'yladim. Shayximizni Makkada namoz o'qib qaytganligiga shubhang bormi deb so'radi. Men esa yo'q, shubham yo'q dedim. Aynan shu asr namozini o'qimaslik talabidir. U Makkada namoz o'qidim deb aldayapti. Allohga qasamki, u Makkada namoz o'qigani yo'q. U bu orada umuman namoz o'qigani yo'q. Mana qaranglar. Makka bilan biz turgan joy yoki o'sha shayx yashaydigan joyda asr vaqti bir vaqtga to'g'ri keladimi? Yo'q, albatta. Shayx yashaydigan joydan Hartumgacha soat farqi yarim soat. Hartumdan Port Sudangacha yana yarim soat va Hartum bilan Makkani orasida taxminan yana yarim soat. Jami bo'lib 1,5 soat. Qo'ying ana farqi 1 soat bo'lsin. Hatto yarim soat farq bo'lganda ham Makkada yarim soat oldin azon aytilib, asr namozi o'qib bo'lingan. Bo'ldi, savolga o'rin yo'q. Demak, u Makkaga borgani yo'q va namoz o'qigani ham yo'q. Aldaganda qizarib ham qo'ymaydi. Men o'shanday shayxlarga ishonadigan odamlarga hayronman. Tentak desang tentak emas, jinni desang jinni emas. Aslida muammo dinimizni buzayotgan johillarda, ayniqsa o'zlaricha fatvo beradigan akademik va professorlar. Allohdan ularni fatvosini yomonligidan panoh so'rayman. Hozir men sizlarga o'shanday 3 ta professorlar haqida gapirib beraman. Ulardan biri avliyolarning darajasi haqida kitob chiqardi. Kitobda yozilishicha, avliyolarning ko'p sifatlari bo'lib, ularning darajasi 3 tabaqaga bo'linar ekan. Birinchisi havoda ucha bilish. Bu daraja eng past darajadagi avliyo. Ikkinchisi suv ustida yurish. Uchinchisi eng yuqori daraja bo'lib, bo'l desa, bas o'sha narsa bo'lar ekan. Bu o'sha professorning so'zlari. Sen itga diplom shu yo'l bilan pul topishga kerakmidi? Allohga qasamki, u Allohning oldida hech qanday darajaga ega emas. Ikkinchi professor ayni shu kunlarda yangi izinzaniylar tariqatini tashkil qilyapti. Inshaalloh men sizlarga u professorning ko'zbo'yamanchiliklarini fosh qilib beraman. U odamlar oldiga chiqib karomat egasi ekanligini e'lon qilib, o'z
karomatlarini odamlarga ko'rsatyapti. Uning maqsadi hamma odamlar uni tariqatiga kirib, solih avliyo darajasiga erishsin. Uni aytishicha, u tuzayotgan tariqat avvalgi 50 ta sufiy shayxlarga bog'lanarmish. Uni karomati mo'jizaga o'xshaydi, lekin ular uni mo'jiza demaydi, karomat deydi. Chunki mo'jiza desa payg'ambarlikni da'vo qilgan bo'ladi va asl basharasi ochilib qoladi. Xo'sh, u qanday karomatlar ekan? Odamlar ko'z o'ngida mana bunday chiroqni yechib oladi-da, yutib yuboradi. Ikkinchi karomati pichoq bilan bog'liq. Bizni pichoqdan ko'ra kattaroq pichog'ini miyasini orqasidan tiqib, iyagini tagidan chiqaradi. Qon oqib turadi. Hatto pichoqqa qo'shilib chiqqan a'zolarni ko'rishing mumkin. Qonni o'tkir hidini sezishing mumkin va bu hammani ko'z o'ngida ko'rsatiladi. U har kuni shu ishlar bilan mashg'ul. Uni uchinchi karomati o'z tanasidan elektr ishlab chiqarishdir. Lampochkani tanasiga ulasa, lampochka yonadi. Shu yo'sinda u odamlarni aldaydi. Nahotki odam tanasi elektr ishlab chiqarsa, bu hammasi o'zini solih vali qilib ko'rsatish uchundir. Bu akademik professorlarning qilayotgan ishlari. Allohga qasamki, bularning barchasi sehr jinkashlikdir. Men u professorning yordamchisi orqali professor bilan bahslashishni taklif qildim. Yordamchisi rozi bo'ldi, lekin professor rad qildi. Men hali ham o'z maqsadimda turibman. Agarda shu yerda o'tirganlarning orasida u professorga gap o'tadiganlar bo'lsa, ikkalamizni o'rtamizda bahsni tashkil qilib bersa, men faqat xursand bo'lardim. Men u professor bilan qayerda, qaysi vaqt bo'lishidan qat'iy nazar bahslashga doimo tayyorman. Menga desa, barcha telekanallar orqali ko'rsatsin. Faqat bir nechta talablarim bor. Ulardan biri politsiya qatnashishi shart. Sababi kimdir o'lishi mumkin. Shunda to'stopolonni bosish uchun inshaalloh men ishonamanki, o'sha kun u professorning hayotidagi oxirgi kuni bo'ladi. Sababi shunday bir narsa borki, uni qilganda inshaalloh u professor oxiratga ravona bo'ladi. Lekin hanuzgacha ular taklifimni rad qilyapti. Meni taklifimni ularga yetkazgan odamdan xursand bo'lardim. Ikkinchi talab shifokorlar qatnashishi kerak. Negaki, kimnidir o'limiga tashxis qo'yishga to'g'ri keladi. Uchinchisi hakam, ya'ni sudya. Sababi o'lgan odamning qarindoshlari ikkinchi tomonning qasosidan voz kechishi kerak. Keyin biz u professordan lampochkani yeyishligini so'raymiz va Allohning inoyati bilan ba'zi oyatlarni o'qiganimizda u jon taslim qiladi. Negaki u narsalar hammasi ko'z bo'yloqchilikdir. Xuddiki mana bu oyatda aytilganidek. Astag'firullah. Maslahatlari bitgach dedilar: "Ey Musa, sen qo'lingdagi asoyingni avval tashlaysanmi yoki bizlar birinchi tashlovchi bo'laylikmi?" Musa aytdi: "Yo'q, sizlar tashlanglar." Ular qo'llaridagi aso va iplarni tashlagan edilar. Panagoh iplari va asolari sehr qilganlari sababli Musoga yurib ketayotgandek tuyuldi. Bas Muso ichida bir qo'rquvni his qilgan edi. Biz aytdik, qo'rqmagin, albatta sen o'zing g'olib bo'lguvchisan. Qo'lingdagi narsani, ya'ni asoyingni tashlagin. Ular yasagan narsalarni yutib yuborur. Ularning yasagan narsalari faqat bir sehrgarning makri hiylasi xolos. Sehrgar esa qayerda bo'lmasin zafar topmas. Bu sehrni ko'rgan Muso qo'rquvga tushganda sen oddiy odam qo'rqmaysanmi? Musoga u sehrgarlarni ip va tayoqlari xuddi jonli ilonlardek ko'rindi. Shu sababli Muso qo'rquvni his qildi. Inshaalloh biz ham ba'zi oyatlarni o'qib, u professorning chiroq va pichoq orqali qiladigan karomatlarini fosh qilamiz. Biz avvalda ham shundaylarni bir nechtasini sharmanda qilganmiz. Amalda bularni hammasini sizlarga isbotlash uchun shu yerda mana bu tumorlardan foydalansak, xo'sh bu yerda o'tirganlarning orasida qaysi birlaringda tumor bor? Men sharlatanlar tukkan soxta tumorlar haqida so'rayotganim yo'q. Men so'rayotgan tumor haqiqatda tumor egasini yomonliklardan himoya qiluvchi tumor kimda bor deb so'rayapman. Haqiqatda ana o'shanday sehr kuchiga ega tumorlar mavjud. Afsuski da'vatchi birodarlarimiz orasida tumor odamni saqlamaydi. Masalan, pichoq yoki o'qotar quroldan saqlay olmaydi deguvchi birodarlarimiz bor.
Birodar, sen bu narsalarni tushunmaysan. Shuning uchun sen odamlarga tumorni shirkligini, kufrligini va bu hammasi iblisni aldovi ekanligini tushuntirgin. Lekin tumor himoya qilmaydi demagin. Aslo bunday qilma. Sababi odamlar ko'z oldingda buni aksini isbotlab, yakka xudolikni tark qilib ketmasin. Avval aytganimdek, unda sen odamlar qarshisida o'tirib, odamni yomonliklardan saqlovchi tumor bo'lishi mumkin emas desang, shu yerda o'tirganlardan biri o'rnidan turib, meni tumorim saqlaydi deb bo'yniga va tanasiga pichoq tortib yorsa, lekin pichoq hech qayerni kesmasa, nima degan odam bo'lasan? Shuning uchun biz odamlarga tumor bu shirk, tumor bu Allohga kufr keltirish, tumor shaytonlarning ta'siri ostida o'z ishini bajaradi deb tushuntirishimiz kerak. Xullas javob, bularning hammasini shaytonlar bajaradi. Yana bitta professor bor, televizorlarda raqsga tushib chiqish qiladi. Uni aytishicha, hovlisida maqbarali qabr bo'lmagan masjid barakotdan mahrum emish. U bid'atchini gapini qara. Allohga qasamki, u adashgan bid'atchidir. Mana bizning masjidimizda qabr yo'q-ku. Nima bizning masjidda barakot yo'qmi? O'zimizning mavzuga qaytadigan bo'lsak, talablardan yana biri bu Qur'oni Karim bilan bog'liqdir. Esingizda bo'lsa, bundan 2-3 yil oldin ana o'shanday mushaflarni ba'zi tumanlarda topgan edik. Talablar turlicha. Masalan, Qur'oni Karimni oyoq kiyiming tagiga bog'lab hojatxonaga kirasan, uni varaqlarini yirtib ustiga siyasan. G'arbiy Sudan va G'arbiy Afrikada sodir bo'lgan ishlardan eshitgan bo'lsangiz kerak. U yerlarda bu ishlar amalda qo'llaniladi. Agar borganingda gap nima haqidaligini bilarding. Allohga qasamki, ayni shu narsalar poytaxtimizda sodir bo'lyapti. Hattoki gazetalarda yozishdi. Bir xotin mushafni varag'ini yirtib, burniga tiqib yurganini eshitdim. Mana ular nimalar bilan shug'ullanyapti va hammasi ko'z oldimizda sodir bo'lyapti. Keling, uyatni chetga surib qo'yaylik-da, bor narsa haqida gaplashaylik. Faraz qil, sen Qur'onni ustiga siyasan, sun'iy ehtilom ma'nisini ma'lum bir varag'iga surkaysan. Rozimisan? Roziman. Agar e'tiroz bildirsang, sendan voz kechiladi. Jinlar ana o'shanday talablarni seni oldinga qo'yib sinaydi. Bularning hammasi mushafga tegishli talablar edi. Yana boshqa ayni seni shaxsing bilan bog'liq talablarni bajarasan. Masalan, onang, xolangning qizi, singling yoki opang, o'gay onang, buving va hatto o'z farzanding bilan qo'shilish talab qilinadi. Sig'inishlikka o'zidan boshqa loyiq zot bo'lmagan Allohga qasamki, Hijalabdagi Shayx Muhammad Arab deganlari masjidda namoz o'qimaydi, juma va jamoat namozlarida qatnashmaydi, faqat o'zi yasab olgan g'orda ibodat qilayotgandek o'tiradi. Ta'assublar bo'lsinki, odamlar uni solih va ali deb ziyorat qilgani boradi. Juma har bir musulmonning majburiyati. Odamlar bo'lsa hech qachon juma o'qimaydiganni oldiga ziyoratga boradi. Lekin u o'zini bilan bir necha masjidlar qurdirgan. Meni o'zim sehr bilan shug'ullanib yurgan davrimda har kuni 1080 nafar nochorlarga qozon osib, ovqat pishirtirib ularni boqardim. Yetimlarga misli ko'rilmagan sadaqalar qilardim. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda boshqalar shug'ullanayotgan bema'nigarchiliklar bilan shug'ullanardim. Bu hammasi odamlarning ko'zi oldida saxovatli, solih va ali bo'lib ko'rinishi uchun edi. Ular odamlarning ko'ziga solih va ali bo'lib ko'rinsa-da, lekin ular butunlay yo'ldan adashgan bid'atchilardir. Alloh taolo ular haqida Qur'oni Karimda shunday deydi: Astag'firullah, zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan to'zon kabi qilib qo'ygandirmiz. Shunday saxovatpesha odamlarni qiyomat kunida hech qanday savobga ega bo'lmasliklari haqida ko'plab oyatlar bor. Bir so'z bilan aytganda, biz mahramlar bilan yaqinlik qilish talabi haqida gaplashayotgan edik. Eshitgan bo'lsalaring, Saudiya gazetalarida bir yigit o'z onasi bilan yaqinlik qilgani haqida yozishdi. Bunga sabab Saudiyaga borib yashayotgan, biz gapirayotgan iflosgarchiliklar bilan shug'ullanadigan sudanlik edi. Saudiyalik u bola tezlikda boyib ketish maqsadida sudanlikni oldiga boradi. Sudanlik unga chillaga o'tirasan va barcha talablarni bajarasan deydi. U chillaga o'tiradi. Haqiqatda uni oldiga jinlar keladi va u talablar ichidan onasi bilan yaqinlik qilishni tanlaydi va amalga oshiradi.
uni otasi 5 yil avval olamdan o'tgan bo'ladi. Hozir u bola juda taniqli va boydir. Bu juda uzoq voqea. Shu sababli vaqtimiz bo'lsa, bu haqida keyinroq yana gaplasharmiz. Demak, talablardan biri sen o'z mahramlaring bilan yaqinlik qilishdir yoki o'zing bilan o'zing va yana boshqa turlari ham bor. Lekin bizni vaqtimiz hammasiga ham yetmaydi.